Hozir mana aka, bu yoq o'zini roziligi bo'lmay turib shtraf yozib beryapti. Mana 609 Damas egasi xolis o'tib beryapti-da. Aka, siz nima uchun xolis o'tib beryapsiz aka? Sabab. Nimaga xolis o'tdingiz? Bu yoqda aybini ko'rdingizmi siz aka? Aybini ko'rdingizmi? Unda qo'l qo'yib yuborilavermaydi aka hamma narsaga. Tushunyapsizmi? Hozir siz bu yoq jarima yeyishiga siz qo'l qo'yib beryapsiz o'rniga. Agar jarimani siz to'laysiz aka. Aka, hozir nimaga bu yoqqa xolis deb to'xtatib turib qo'l qo'ydira olasiz? Aka. Yo'q, ushlamaydi ular. Aybi yo'qlar ushlaydi. Siz familiyangiz nima katta? Jo'rayev Jahongir To'lqinov. Jo'rayev Jahongir degan aka mana aka. Mana hozir yo'q joydan bitta xolis to'xtatyapti-da, shtrafiga o'zi qo'l qo'ymay turib o'rniga qo'ydirtirib berib yuboryapti. Bu qanchalik qonuniy, umuman tushunmay ham qoldik o'zi. Asli tushunaverasiz, akajon tushunmay qolgan bo'lsa. Mana tushunishni mana asosda tushunaverar ekanmiz. Ha, asli tushunasiz. Noqonuniy narsalarda qonuniy narsani tushunib odam o'rganib qolgan o'sha uchun. Narsani tushunasiz, akajon, noqonuniy narsa tushunmaysiz. Ha. Qonuniy narsa sekin-sekin tushunasiz. Birdan tushunsa bo'ladimi? Birdan tushunsa bo'ladimi? Birdan tushunsa bo'ladi, video bilan ko'rsatib bering. Video bilan ko'rsatib bermadi deysiz, murojaat qilasiz. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Unaqa jarimani men aka, Ukraina, Moldaviyada yurdim, Turkiya, Qozoq, Qirg'izda yurdim, unaqa jarimani ko'rmadim umrimga. Surxondaryoda ko'ryapman. Akajon, mayli. Hayda, ha, mayli akajon, shunday qilasiz. Qani, bizniki nima bo'lyapti hozir? Jarima yozyapti yo'q joydan. Sen quvib o'tding deyapti. Quvib o'tganligimga video qo'yib berishga. Yo'q, qo'l qo'yilmaydi. Xolis kim? Telefon nomeri. Telefon nomeri yo'q, ishlatmayman. Imzo qo'yasizmi? Imzo qo'yilmaydi. Bosh tortadi. Qanday u noqonuniy narsaga imzo qo'yish mumkinmi? Noqonuniy. Aka, bu videolar chiqadi aka. Bo'ldi aka. Siz kerakli joylarga javob berasiz aka bu ishingiz uchun aka. Hozir akalar polnisda nima deydi ekan? Любой mashina to'xtatyapti, men jarimamga qo'l qo'ymayman, chunki noqonuniy jarima desam, xolis guvoh deb boshqa kishiga qo'ydirib olyapti-da. Shu qanchalik qonuniymi shu narsa, ha? Hozir umuman isbotlab berilmayapti jarima yozayotganligini, lekin mana bunday hozir mana bir kishini mana to'xtatyapti-da. O'sha meni jarimamni o'rniga mana xolis deb, как будто u ko'rgan nimasiga qilib o'zicha jarimani yozib beryapti. Bu qanday kim chora ko'radi bularga? Bu qanaqa bu noqonuniy ish ketaveradimi dalshi? Qanday bu holi hech qanday qonun yo'q, boshqa yo'q. Aka, xolis bo'lib qo'l qo'yib bermang aka, ko'rmagan narsangizga. Hozir sizda men jarimani hech qanday hech narsani ko'rgani yo'q. Xuddi shunday qilib o'zimiz bosh tortsak aka, qonuniy bo'lmayotgan ishga bosh tortsak, liboyin to'xtatib qo'l qo'ydirib olibdi aka. Erta siz javob berasiz aka sudga, agar qo'l qo'yib bersangiz. O'sha narsalarni eslatib qo'ying. Yo'q, mashina oldiga ketmaymiz aka. Biz chunki menga jarima yozyapsiz. Men qayerga mashina oldiga ketaman? Jarima aka, menga yozyapsizmi akajon? Bo'ldi, mana bu tarafga o'tib turamiz. Mana bu tarafga o'tib turamiz. Yo'q, aka, jarimani menga yozyapsiz. Men sizni qandayga men o'rnimga qo'l qo'ydirib yuboraversangiz, birodaga. Men u nima degani u aka? Bu qanaqa bu qonun bu aka? Ishlamaydimi bu qonun? Shu Surxondaryodan bir nima deydi ekan, mana shu qaraydigan gaylarga bir iltimos qilsa, mana shunaqa noqonuniy bo'layotgan narsalarga bir e'tibor bersa, juda ham yaxshi bo'ladi-da. Mashina ishlamaydi. Mana. Aka, qo'l qo'yib o'tirmang. Imzo chekmang aka. Sizda vakolatingizga kirmang. Sizda vakolatingizga kirmaydi aka. Shunday ketib yorishga haqqingiz bor. Umuman sizni to'xtatib o'tirish. Siz sudgacha borasiz aka. Aka, aytib qo'yay, sudgacha. Bo'ldi, ko'rgani yo'q. Qanday xolis o'tadi aka? Qanday xolis o'tadi ko'rmagan bo'lsa? Yo'q aka, siz xizmat qilyapsiz, noqonuniy bo'lyapti akajon. Noqonuniy bo'lyapti. Unaqa qilmang, xalqni yemang aka. Xalqni yemang unaqa qilib. Unaqa bosh tortadi. Tushunyapsizmi? Bosh tortadi. Shunda vaziyatni ko'rgani yo'q. Qanday xolis o'tib beradi deyapman. Aka, aldamang aka. Unda aldamang. Aka, 5 kishi qo'ymay o'tib ketdi aka. Siz 6-chisi bo'lib qo'ymay o'tib ketgan aka. Aka, qo'ymang. Qo'ymang, haqqingiz yo'q aka qo'yishga. Yo'q, qo'yilmaydi aka. Qo'yilmaydi. Qo'l qo'yilmaydi. Qo'l qo'ysa aka o'zingizga muammo bo'ladi. To'g'risi aka. Bular qarang, bu yoq chiqib ketadi-da.
Yo'q, bu yoq chiqib ketadi. Bu yoq chiqib ketadi, lekin siz qolasiz aka. Chunki xolis guvoh bu yoqqa o'tyapti. Guvoh oxirigacha boradi, sudgacha. Tushunyapsizmi? Siz qo'l qo'ydirib bu yoqda unda botqoqqa botirmang aka. Muammo kerak emas aka. Jarima yozib bering, lekin qo'l Ha, nima kerak u majburlab turib? Hozir mana aka noqonuniy jarima qilib turib bizga hozir mana qo'l qo'ydiraman deb nechta mashina to'xtatyapti. Xolis guvoh o'tkazmoqchi bo'lyapti-da. Sizga noqonuniy jarimani to'lashga meni ilishni pulim ham yo'q, vaqtim ham yo'q. Lekin mana shu uchun men oxirigacha sud bo'lsa, sudgacha boraveramiz. Hech qanaqangi video yozuv taqdim eta olmadim. Hozir bir ishongan odamlarga bir aldab qo'l qo'ydiryapti-da. Ishongan odamlarga. Akajon, xolislikka qo'l qo'yib o'tirmang. Nechta mashina to'xtatgan bo'lsa qo'l qo'yganlar. Dokumentingizni bering, tekshirsin, lekin qo'l qo'ymang to'g'ri. Siz guvoh bo'lganingiz yo'q, nima bo'layotgan, nima qo'yayotgan. Yo'q joyga qo'l qo'yib turib, erta sudga qatnamanglar. Men ogohlantirib qo'ying. Bo'ldi. Yo'l olmasak. O biron kishi qo'l qo'ymayapti, chunki ertaga mana o'zini problemaga botishni xohlamaydi hech kim. Lekin bu yoq na prinsip oxirigacha noqonuniy jarima bo'lsa, shu noqonuniy yozishga harakat qilyapti. Faqat kimdir qo'l qo'yib berish kerak. Kimgadir mana shunaqa noqonuniy jarima yozyapti-da, o'zi qo'l qo'yishdan bosh tortsa, boshqa kishini to'xtatib turib, qo'l qo'ydirib, o'rnidan yozdirib yuboribdi. Nimaga? Erta sud bo'lagan bo'lsa, mana shu guvoh o'tganlar boradi. Bu yoq gayin yo topilamiz yo yo'q. Xudo xolisa aka, bu videolar qo'yiladi aka. Kerakli joylardan chora ko'riladi aka, bu qilayotgan ishlaringizga. Qog'ozga protokol yozdirdim. Qog'ozga yozdim. Qog'oz yozdim, proshment yozmadim. Qog'oz yozdim, bo'ldi. Xalqramdi. Aka 7-shopirsiz. Qo'ymang aka. Oxirigacha. Qo'yilmaydi. Qo'ymang aka. Bizga qog'ozga chiqarib 7-shopirsiz. Problema sizga bo'ladi. Sizda vakolatingiz kirmaydi. Siz bemalol ketavering. Qo'ymayman deng bo'ldi. Oxirigacha turasiz, ko'rganingiz yo'q. Yo'q. Qo'ysangiz muammo bo'ladi aka. Internetga chiqasizlar polnisda. Imzo qo'yasizmi? Qo'yilmaydi. Aka, qog'ozga protokol chiqarib bering, bo'ldi, biz ketamiz hozir. Yo'q, noqonuniy mana insonlarni to'xtatib turib, noqonuniy qo'l qo'ydirishga harakat qilyapti. Komandir. Nimaga o'zingiz qo'ymayapsiz, komandir? Nima uchun o'zingiz qo'ymayapsiz? Qo'rqyapsizmi? Erta problema bo'lsa qo'rqyapsiz-da. Siz ertaga yo'q, bitta narsa, to'g'ri, qarang, o'zi qo'l qo'ysa bo'ladi, o'zi tushunyapsizlarmi? Aka, hozir o'zi qo'l qo'ysa bo'ladi. Chunki nimaga? Erta problema bo'lishini biladi. Ana shu uchun. Yo'q, men vaqtim ketyapti, aka. Mana bizda noqonuniy vaqtimizni olib to'xtatib turibdi-da. Noqonuniy. Yo'q, mayli keting. Aka, dokumentlarimizni bering mashinada aka. Dokumentni bering. Bo'ldi, amak ketadi. Boshqa joyga to'xtatsam qo'l qo'ymanglar aka. Jahongir aka degan gay ekan. Chiqarib bera olmaydi protokol. Nima deb yoziladi noqonuniy, nima ham deb yoziladi? Noqonuniy aralashuv bo'lyapti, xizmat faoliyatida. Aralashuv emas, u akam bo'ladi. Bizni qo'yib ber, vaqtimiz yo'q deyapti. Qanday noqonuniy? Uni qarang. Noqonuniy bir kishilar chaqiryapti yana. Hammasi noqonuniy ketyapti. Bu nima ahvol bu? Hamma narsa noqonuniy sizlarda bor-ku. Umuman qonun talabiga umuman bo'ysunmayapsizlar. Yana bitta mana 8-guvoh to'xtatibdi. Qo'l qo'ydirish kerak. Maqsad shu bo'lyapti. Maqsad o'zi qo'ysa bo'ladi shu qo'lda. Noqonuniy bo'lyapti-ku, balibom boshidan. Shu oxirigacha o'zi noqonuniy ishlasa bo'ladi. Balibom endi mana ustidan turadigan tekshirish organlari bor, nasib bo'lsa. Unda nima deydi ekan? Davlat bedarvoza emas-ku, xudo xolasa. Shashilib ketyapmiz endi, lekin noqonuniy to'xtatib turib, qarama-qarshi yurdingmi, bir narsa avgon quvib o'tish, bir narsalar deb o'zi hech qanday video yozib yo'q. Ha, 9-shopir to'xtatyapti mana. Aka, xolis o'tib qo'l qo'yib qo'ymang yana, aytib qo'y aka. Tushunyapsizmi? Hech kim qo'l qo'ymayapti, siz ham qo'l qo'yishga haqqingiz yo'q. Bemalol bitta dokumentni ko'rsatib ketib borishingizga haqqingiz bor aka. Ha, shu uchun dokument yana qo'l qo'yib qo'ymang aka. Chunki noqonuniy shtraf yozmoqchi bo'layotganga sizga qo'l qo'ydiradi. Men shuni ogohlantirib qo'yay bu. Bo'ldi. Aka, menga kim guvoh bo'lsa sudgacha boraman bu narsa. Hammani toptiraman men aka. O'zi keladi oyog'i bilan.
Shuning uchun siz noqonuniy qilyapsiz-ku aka. Shu oxirigacha noqonuniy qilavering, bitta siz bilan boraylik sudga aka. Bular shopirlarni, begunoh odamlarni qo'shmaylik o'rtaga. Bo'ldi. Boshingiz oldida turib turolasiz. Dokumentim sizdan, men qo'rqaman aka, siz noqonuniy ish qilyapsiz. Dokumentim nima qilasiz men bilmayman. Boshingiz oldiga turib Yo'q akajonim. qonun talab bajarmaysiz. Yo'q, qonun talab deganda endi qarang, endi bunisi ham noqonuniy bo'ldi. Qarang. Bunisi ham noqonuniy bo'ldi. Yo'q, nima uchun men dokumentimni olib ketib qolyapman? Mana qarang. Meni mashinam qayerga turyapti? Dokumentni olib yuribdi. Men bilmayman hozir dokumentim nima qiladi. Hozir men dokumentim ko'rmadim desa nima bo'ladi? Ha? Guvoh yo'q. Men akam bo'lib Mayli, akangiz bo'lsa, akangiz Aka, sizga xolis to'xtatyapsiz-ku. Bu meni xolisim aka. Tushunyapsizmi? Ha, shunday. Qonuniy tarafdan meni xolisim aka. Bo'ldi, men xolisimga gapirmang, men gapirmayapman sizga. Men tushuntirib qo'yapman. Yo'q, ogohlantiryapman prosta. Ogohlantiryapman, sudgacha borsa o'ziga qiyin. Ishdan qoladi, vaqtdan qoladi aka. Men shuni ogohlantiryapman. Yo'q, aka siz aldaysiz aka. Hozir aldab qo'l qo'ydirib yubordingiz-ku birovga. Aka, qo'l qo'ydirdingiz. Mana video syomkada turibdi akajonim. Hammasi bor, hammasi qo'yiladi. Xudo xolasa kerak joyga o'zi chaqirib sizga ogohlantiradi aka. Bo'ldi. Men ko'rishim kerak-ki, meni jarimamga kim qo'l qo'yapti o'zicha. Yo'q, o'z oldingizga boradi aka. Mashinani bemalol oldiga borib turing. Bo'ldi, soyaga o'tib turaman aka. Oldiga borib turolasiz. Yo'q akajonim. Men soyada o'tiraman. Meni qonun talabini men qonun talabi yurganim uchun video olyapman men. Ahmoq emasman aka. Ha, dokumentim bermaysizmi siz? Mashinangiz oldiga beraman aka, dokumentingizni nima A, nima qilasiz? Mana 50 metrdan bu yoqqa nima qilyapsiz? Mana 10-mashina to'xtayapti o'zi. Xolislikka qo'l qo'ydirib olsa bo'ldi-da, shtrafni yozib, yog'i bo'lib ketaveradi. 640. Hamma aka dokumentlarni tekshirsa, ketishga haqqingiz bor. Xolislikka yana qo'l qo'yib qo'ymang planshetga. Erta sudga qatnaysiz. Men shuni ogohlantirib qo'yay. Hozir 10 ta mashina to'xtadi, birontasi qo'l qo'ygan. Siz ham qo'l qo'ymang. Chunki siz bu yerda nima bo'layotgan voqeani ko'rganingiz yo'q. Shuning uchun xolis bo'lib o'tmang, guvoh bo'lmang. Ha, dokumentingizni tekshirsin, lekin qo'l qo'ymang planshetga. Yo'q, bo'ldi. Men erta sudga borib, men o'rnimdan qo'l qo'yib qo'ysa, erta sudga men topolmayman. Daxlsizligi bor akajon. Bo'ldi, mana tushirmay turamiz, lekin qo'l qo'ymang. Bo'ldi. Tamam. Siz qo'l qo'ymasangiz bu. Xolis guvoh kiritsam bo'ladimi bu yerga? Yo'q, kiritmaysiz. Nima uchun kiritasiz aka? Hech narsani ko'rgani yo'q-ku. Xolis guvoh degani bo'lgan voqea joyidan ko'rgan kishiga guvoh deyiladi. Bu yoq hech narsani ko'rgani yo'q-ku. Guvoh emas, xolis. Yo'q. Buni kirita olmaysiz. Vakolatingiz kirmay, o'zingiz qo'l qo'yib yuravering. Olinmaydi bu taraf. Yo'q, unaqa deb aldi. Faqat sizdan borasiz. Ha, 10 kishi qo'ymay ketdi. Sizni vakolatingiz tekshiradi dokumentda ketavering, to'g'ri. Hech qayerga qo'l qo'yib yerda muammoga kirmang. Qarang mana. Imzo qo'yasizmi? Ma'muriy berdi. Yo'q, qo'yilmaydi aka, bu 10-marta aka. Qo'yilmaydi, polibom. Biz noto'g'ri ish qilganmiz. Bobo, qo'l qo'ysangiz siz muammoga kirasiz, bobo. Qo'l qo'ymang, bobo. Bobo. Mana qo'l qo'ydirib, hozir mana aka. 10-kishiga qo'l qo'ydirdi. Mana shunaqa qilib. Nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdik, advokat olish. Mana aka, Jahongir aka deganga ayt, noqonuniy mana yozdi. Bo'ldi aka, sizni aka, xudo xolisa bu videoni ko'radi aka. Kerakli joy xudo xolisa o'zlari siz bilan shug'ullanadi aka. Noqonuniy ishlash qandayligini sizlarga ko'rsatib qo'yadi. Bo'ldimi?